Yo'l qurilishida eng katta xato nima bilasizmi? Albatta noto'g'ri texnika tanlashdir. Yaxshilab joylashib olinglar akalar. Bugun XMG dan GR 180 graderni video obzor qilib beramiz. Narx va to'liq ma'lumot video davomida. Bu bahaybat texnikamizda 17 tonna 300 kg vazni bilan qurilish obyektingizda barqaror xizmat qila oladi. Akalar, atvalimizning uzunligi 3964 mm ni tashkil qiladi, balandligi 610 mm. Atvalimizda 360 gradus aylanish xususiyatiga ega. Ko'p akalarimizga savol berishadi, narxi necha pul deb. Narxini aytamizda $83,000. NDS bilan birga ushbu texnikamizni kelib bir kunda xarid qilsangiz bo'ladi. Shuncha mehnat qilyapmiz, shunaqa sifatli kontent uchun akalar videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan zo'r texnikalarni hali obzor qilib, videolar bilan sizlarni xursand qilamiz. Ko'rib turgan dvigatellar Shanghai dizel dvigatel hisoblanadi. 190 ta ot kuchiga ega, Euro 3 standartlariga to'liq javob beradi. Umumiy og'irligi 790 kg tashkil qiladi. Texnikamizda 6 silindrdan iborat. Texnikamizning gabarit o'lchamlariga keladigan bo'lsak, akalar texnikamizda 9 metr 24 cm uzunligi, eniga 2 metr 60 cm, balandligi 3 metr 43 cm ni tashkil qiladi. Oldi atvalimizning uzunligi 2 metr 70 cm tashkil qiladi. Juda ham sifatli qilib ishlangan, bemalol buldozer qilib ishlatsanglar ham bo'ladi akalar. Mana tirnoqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta bahaybat sifatli tirnoqlardan 5 ta dona qo'yilgan. Silindrimiz ham juda ham sifatli XMG zavodida ishlab chiqarilgan. Texnikamizda umumiy 6 ta shina, 17,5 ga 25 razmerdagi XMG ni ILOS shinalari bilan jihozlangan. Oldida 2 ta, orqada 4 ta. Akalar, salon qismini ham ko'rishingiz mumkin. Shofyor uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Kabinamizda bo'lni oyna bo'lib yotibdi. 360 gradus obzori bemalol ko'rib ishlashingiz mumkin. Tabloyimizda barcha texnik ma'lumotlar beriladi. Grader haydaydigan akalar, lekin sizlarga alohida respekt. Buncha samolyot tushtiral bo'lib yotibdi. Bitta knopka bilan start stopda zavod bo'lyapti. Juda ham yengil. Bu yerda mana joystiklarimizni texnikamizning umumiy boshqarish imkoniyatini beradi. Bu o'rta atvalimizning tepa past balandligini kontrol qilyapti. Atvalimizning o'ngga chapga mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham yengil ishlayapti. O'rtadagi atvalimizning ukloni bu yoq bo'lsa orqa tarafdagi tirnoqlarimizning baland pastligini kontrol qiladi. Bu joystikimiz orqali texnikamizning o'rta mostini kontrol qilishingiz mumkin. O'ngga chapga ko'ryapsizlar. Chap tarafdagi joystikimizdan atvalimizni ochib yopishimiz mumkin, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana atvalimizni 360 gradus aylantirishimiz mumkin o'ngga chapga. Bu yoqda mana atvalimizning tepa pastligini kontrol qilishimiz mumkin. Mana oldi mostimizning uklonini mana bu joystikimiz bilan oldi buldozer, ya'ni o'sha atvalimizning tepa pastini kontrol qilishimiz mumkin. 6 ta pog'onaga ega va mana bu yoqdan 1 2 3 ketdi. Bu yoqda mana orqa tarafga yursanglar bo'ladi, neytralka. Bu yoqda mana konditsioner, pechkamiz bor. Mana bu yoqdan faralarni o'chirib yoqsanglar bo'ladi. Tepada magnitofonimiz bor. Shofyor uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Grader haydaydigan akalar, sizlarga bugun qoyil qoldim, ishoninglar. Mana shu texnikani video obzorini qilib o'zim bugun birinchi marta boshqarib ko'rdim. Sizlarga gap bo'lishi mumkin emas. Bu videoni grader haydaydigan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar yoki bo'lmasa profilimizga obuna bo'lib, like bosinglar. Keyingi videolarimiz bundan ham qiziq bo'ladi. To'liq ma'lumot pastdagi chiqqan telefon raqamlariga telefon qilib olsanglar bo'ladi. Hammanglarga omad akalar.